Klemani uladim, zavat qil qoravoy. Ustoz zavat bo'ldi. Lekin badaningizdan zo'r to'k ko'targanda. Cho'ta mashina anchadan beri yotib turmi deyman. Zavat ham bo'lgan-yu, nega arzon 5000 dollar? Bu mashinani bitta cho'pon haydagan. Ichida bitta katta it o'lib qolib, bir oy qolib ketganda, o'shanga 5000. Ay, satilganda bo'pti 4000 dollar. Menga qara, cho'pon ishim tiriymi? Mashina masla. Topmiz, sizga 10 mingga berib oladi. Menga mashina yoqdi. 10 ming, mana baraka. Nima qilyapsiz? Yaqinda to'y qiladigan odamsiz. Nima bor mashina olib, a? Tez oldimga tushing. Hop. Tez. Ustoz to'y sezonlar boshlanib, mashinalar ham sotilmayapti. Vo, to'y sezon deganingga, nega Maksimgalga alla puguchoga uylangan, bilasanmi? Puliga qiziqqanda, Ahmoq, allapani chinnalari zo'r bo'lgan. Shunga ishqiboz bo'lib uylanib olganda, bu yog'iga biz ham chinna biznesini boshlaymiz. o, chinchilarni isqirtib bo'lar ekanmiz-da. Do'stlar, do'konimizga quyma tillarli chinnalarimiz yetib keldi. Ustoz bu quyma tillamas-ku, sir o'chib ketadi. Ular qattan bilib o'tiribdi. Agarda biz aytgan narxdan arzon topsanglar, masla qop-qora jentirib berib yuboraman. Ustoz nomora so'rab kelsa-chi? So'rab kelsa, voy, hozirgina qolmadi-ya deymiz-da, boshqa tovarni tiqib yuboramiz. Buni marketing deydi. Ichida it o'lgan qora jentir ham berib yuborasizmi? Nega arzon deysizmi? Chunki biz arenda to'lamaymiz. Menga yoqdi olaman. Adasi bu chunni emas, nima qilyapsiz? Keyin, shahardagi hamma do'konlar bizga qarashli. O'zimiz tovar yetkazib beramiz. Birinchi qo'limiz-ku. Aldoqchilar, adasi tez oldimga tushing, chinnichiga boramiz. Tez. Bo'lib qoldi, qora. Adasi, bu yer chinnichi do'koni. Yel brendini olgan. Bu yerdagi mahsulotlar ham arzon, ham sifatli. Bilasizmi, adasi, agarda bu yerdan arzon topsangiz, yo'q pulingizni qaytarib berishadi yoki bundan ham narxni tushirib berishadi. Sen bilganda. Adasi, endi pulingizni ekonom qilib sizga mashina olamiz. Rostdan. Bolalar balonni ko'rib beringlar. O'zimizdan kirit-ku. Mashina qancha yeyapti? Rasxod sal ko'proqda. Bunga sir uchun gaz ballon qo'yish kerak. Bizning do'kon skidga ketyapti. Sizga 500 dollarga qo'yamiz. Faqat joyda saning. Mana. Faqat ertaga kelasiz, hozir ochildilarga olib kelasiz. Ustoz arenda pulini so'rayapti ukan zatsi. Unda ketadigan payt kelib shogird. Voy onasi anu ikkalovi mashinangmiz degan, ular gaz qo'yishar ekan. Men ularga 500 dollar berib keldim. Ertaga qo'yib berishar ekan gaz. Adasi, qaysi kallangiz bilan bu ishni qilingiz? Ha bu elektromobil bo'lsa, bunga gaz ballon qo'yib bo'lmaydi. Adasi! Mashina mas lekin 10 mingga Baraka. Ustoz ichida it o'lganini aytdingizmi? Yo'q, men bildim-ku, cho'pon it o'lmagan ekan. Ha? Ona bola qo'y o'lgan ekan.